qilib keladi. Shunaqangi g'alati odamlar bor. O'zi kvadrati 7,990 ming so'mdan bo'lsa, remonti bilan u yana nima qilib berish kerak? Marat Development nomi ostida uylarni qurib sotuvchi Marat Xayrullayev. Marat akani kecha Kunuzda muxbiri video tayyorlab biroz ochiqlabdi videolarda. 2-3 kun oldin men Qarshidagi ofisiga ham bordim Marat akani xodimlaridan, ya'ni Marat akani bu qurilish kompaniyalariga nima aloqasi borligi haqida hujjatlar so'ralganda, hujjatlarni taqdim qilmasdan yoki siz agressiv yondashyapsiz degan gaplarni gapirdi. Agar u ochiqcha gapirib, kompaniyasini brendiga ta'sir qiladigan gap ekanligini o'zi bilganda bu ishni qilmasdi. Chunki men u yerda talab qilgan hujjatlarim Marat akani bu qurilish kompaniyalariga nima aloqasi borligi, masalan, Tuzil parkdagi mana loyihasi qurilish to'xtatilgan turibdi, lekin kimlardir to'lov qilishda davom etyapti. Bu Tuzil parkdagi loyihaga masalan Marat akani aloqasi yo'q. Hech joyda imzosi yo'q yo boshqasi yo'q. Shuning uchun oddiy xalq jabr ko'rmasin. Bu yerda Marat akaga ham biz dushmanligimiz yo'q yoki boshqasiga ham. Oddiy xalq bu yerda to'lov qilayotganda iltimos hujjatlarga e'tiborli bo'laylik.